Manjaro shu darajada ommalashib ketdi, ayniqsa kosmetologlar orasida. Даже buni biznes qilishdi. Juda ham ko'pchilik olib ishlatyapti ham. Hattoki sizlarga udobniy bo'lsin deb bo'lib to'lab narxlarini skidka ham qilib berishdi. Lekin hozir Feruza chet elda. Sizlarga shpritsli kerak bo'lsa, men faqat shpritsini oldim, o'zim uyda qildim, men qatnamadim. Shprits kimlar uchun yaxshi? Uzoqdan keladigan, qatnaydigan, chet elda yashaydigan vodiy viloyat, men Toshkentda bo'lsam, men ham shpritsdan oldim. Chunki oldimda tursa, menga nadежный. Har doim borsa, Feruzada to'g'ri bo'lib to'lashga imkoniyat bor. Har doim oldida shpritslari bo'ladi. Hozir kimda kim 100% to'lov qilsa, shu Manjaroga qizlar, Feruza chet elda sizlarga olib kelib beradi. Bir hafta kutasizlar. Qizlar faqat sog'lig'inglar ko'tarsa qildiringlar buni tekshirtirib.